Xudoga shukr, operatsiyadan keyingi davrdagi muammolarda ham hali bizda Xudoga ming qancha shukr muammo bo'lmagan, shu paytgacha yechganmiz. Ko'pini ko'ramiz, masalan, endi nima bizda muammo? Ko'p kasallar mana masalan bor shunaqa xususiy klinikalar, u yoqda ustozlarimiz ishlaydi, bizda domlalarimiz ishlaydi. 24/7 qilindimi operatsiyadan keyingi davrda любой moment qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar klinikasiga keling deydi, qabul qilishadi, yordam ko'rsatishadi. Muammo yo'q. Lekin mana hozir ko'p xitoyliklarda misol uchun reklama qilishyapti, boshqa qilyapti, operatsiyalar qilishyapti. Hech qanaqa muammo yo'q, bemalol. Bu nima deydi? Meditsinada misol uchun uni qilmasin deya olmaysiz, boshqa qilmaysiz. Bizda hech qanaqa shikoyatimiz yo'q. Lekin operatsiyadan keyingi davrda bemor operatsiya qilgandan keyin bo'ldi. Soat 4-5 da uje u klinika yopiladi. Bemorda agar kechqurun qanaqadir muammo bo'lsa, ular yopiq. U xitoylik vrach bilan hech kim kontaktga kira olmaydi, o'zini tarjimoni kiradi, ular ham uje 5 dan keyin na telefonga javob beradi, na boshqa kasallarda muammo. Borib ko'rinsa ham sizda shunaqa bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Unaqa emas. Kasal bilan to uni tuzalguncha birga yashash kerak, birga bo'lish kerak, birga tavsiya berish kerak, shunaqa bo'lish kerak. Mana shu bemor ham, masalan, hozir aytgan bemorim ham operatsiya qildirgan, o'sha reklamaga uchgan, borgan, 55 yil o'sha sizga garantiya degan joyga borganmi, bilmayman, qanaqa joyga borgan, o'sha lazerda degan o'zi Toshkent viloyatida yashaydi, lekin o'sha vodiyga borishgan. Qildirib kelyapti, lekin operatsiyadan keyin bemorni meni oldimga kirib kelgan holatini ko'rsangiz, hozir operatsiyaga olasiz deb turib olgan. Xo'jayini bilan kelgan, operatsiyaga olmasangiz bo'lmaydi deydi. To'g'ri tushuntirib bemorga o'sha ma'lum bir tekshiruvlarni qilib, uzilar qildik, boshqa qildik, infiltratga, yallig'lanishga qarshi lecheniyalar boshqa mana Xudoga ming qancha shukr, kasalimiz tuzaldi. Yana bir holat bo'lyapti-da, gemoroyga oddiygina qaraymiz, boshqa bo'ladi. Mana shu bugun bitta otaxon keldilar. Gemoroy operatsiyasi bo'lgan, operatsiyadan keyingi davrda ham yana qonyapti deydi. Otaxon 70 yoshda. So'radim, otaxon, sizda operatsiyadan oldin qanaqadir ichagingiz tekshiruvdan o'tkazganmi? Yo'q, o'tkazilmagan. O'tgan safariga mavzuda ham gapirgandim mana shu haqida. 50 yoshdan keyin imkoniyat boricha yo'g'on ichagida tekshiruvdan o'tkazish. Bu vrachga ham, bemorga ham ertaga o'zini ko'ngli to'q bo'lishi uchun ichaklarda har xil faqat gemoroy, treshina, svishdan iborat emas-da, yo'g'on ichakda boshqa juda ko'p kasalliklar bor. Polip, o'smalar, divertikulyоз kasalligi, masalan, misol keltiraman desangiz juda ham ko'p. Polip bo'lsa, uni vaqtida agar oldirib tashlasa, nur ustiga alon nur. O'sha kolonoskopiya bilan juda yengil bo'ladi, qutulib ketadi bemor. Ertaga u asoratlanib, o'smaga aylangandan keyingina qilinadigan ishlar yana bemorda ko'payib ketaveradi. Uni aniqlash, bir nechta tekshiruvdan o'tkazish, uni operatsiyasi, operatsiyadan keyingi davrda ximioterapiyasi, lucheva terapiyasi, uni o'zi ham juda bir katta muammoga aylanib ketadi. Nimaga biz vaqtida oldini olsak bo'ladigan, vaqtida 15 minutlik, 20 minutlik obsledovaniyani tavsiya qilib, o'tkazdirib, bemorda ko'ngil xotirjam bo'ladiganini qilsak. Masalan, o'sha bemor keldimi vrachga, demak, meni tekshirtirib, operatsiya qilyapti degan, naborot o'sha vrachga nisbatan hurmat oshadi. Vrachga nisbatan, bu o'zini ishini egasi ekan, ustasi ekan, meni tekshiryapti, ko'ryapti. Tekshirilmagan mana otaxonda qonyapti. Men otaxonga aytdim-da, endi bilinib turibdi, o'sha misol uchun yo'g'on ichakdan emas, qon ketishi boshqadan, lekin baribir ham ichak tekshirib qo'yilsa, nur ustiga alon nur bo'ladi, ko'ngil xotirjam bo'ladi. Yana bitta holat. Bir hafta oldin bitta bemor murojaat qilib keldi. 2 hafta oldin gemoroyimda operatsiya qildirdim dedi. Xo'sh, nima muammo? Muammo nimagadir menda yana bir boshqacha xira rangli suyuqlik kelyapti. Yaram bitmayapti. Ko'nglim to'q emas. Menda gemoroydan boshqa narsa yo'qmikan degan masala qiynayapti. Vrachni o'ziga bormadingizmi dedim. Bordim. U ko'rdi meni, hammasi yaxshi deb aytayapti dedi. Bu ham bitta qaysidir klinikada bo'lgan, xususiy klinikada
u proktolog to'g'risi aytganda tanimadim, boshqa qilmadim, mayli kim qilishidan qat'iy nazar. Aytmoqchi bo'layotgan narsam, bemorni oldim, ko'ryapman, barmoq uchida o'sma turibdi. O'sma turibdi, ko'rinib turibdi, boshqa qilib turibdi. Keyin bemor o'zi tushunadigan inson, o'zi bilib turib murojaat qilib kelgan, boshqa qilgan, что unda nimadir не то. Ko'rdim, o'sma bor, to'g'ri tushuntirdim, sizda o'sma bor. Demak, o'sha gemoroyizda operatsiya qilgan payt qanday ko'rmasligi mumkin? Ismatullo, mana siz ko'rdingiz, bittada aniqlayapsiz, barmog'ingiz uchida bor deyapsiz, hali kolonoskopiya o'tkazganimiz yo'q. Keyin u bemorga kolonoskopiya tavsiya qildim. Sraz ertasi kun borib gaplashib kolonoskopiya qilishdi-da, 5-6 santimetrda o'sma turibdi. O'sma o'sha ichakni 3dan 1 qismini egallagan. Keyin gistologiya topshirtirdik, подтверждение bo'ldi, boshqa bo'ldi, onkoproktologga yo'naltirdim, boshqa bo'ldi. Mana muammo. Bemor o'sha gemoroyini oldirib qo'ygan. U yoqda yara bor anal kanalda. Bemorga bu balki gemoroy ham bordir, lekin bu juda katta xato-da. Uni birinchi aniqlab, tekshirib, haqiqatda mana ichak tekshirilsa, ko'ngil to'q bo'ladigan joyi nima? Ertaga bemorda oldi uyalib qolmaydi vrachni o'zi. Haqiqatda mana gemoroy ekan yoki haqiqatda treshina, haqiqatda svish. Operatsiya qilib, operatsiyadan keyingi davrda ham bemorda xudo xolisa o'sha nimalar yarasi bitib boshqa bo'ladi yoki operatsiyadan keyingi davrda ham qanaqadir muammo bo'lsa, demak ichak tekshirilgan, ko'ngil xotirjam bo'ladi. O'shanga qarab boriladi. Demak, muammo faqat yarani o'zidan yoki boshqadan degan vrachni o'zi yo'li to'g'ri bo'ladi-da, qayerga qarab yurishni biladi. Ichak tekshirilmagandan keyin mana shu bemorimizda ham ichagini tekshirtirdik, boshqa qildik. Bu ham bemorga qanaydir birinchidan stress, o'zi operatsiya o'tkazgan stress, hali og'riq bor, yara bitmagan, hech qancha o'tmasdan unga yana o'sma diagnozi qo'yilyapti. Mana shunaqa muammolar juda ham ko'p. Shuning uchun aytmoqchimanki, gemoroyga oddiygina qarash kerak emas. Bitta svecha bilan boshida shunaqa bo'lishi mumkin. Bitta svecha bilan ko'p kasallarimiz notartib davolanadi. Masalan, bitta svecha qo'ydi, bugun qonadi. Bitta svecha qo'ydi, bo'ldi, o'tib ketdi. Yuraveradi. Ertaga 3 oydan keyin. Agar mana shuni ham o'z vaqtida to'g'ri bir kurs lecheniyasini olib, to'g'ri davolansa, ertaga 3 oydan keyin emas, balki 1 yil, 2 yil, 3 yildan keyin qaytalanar shu holat. Yana qaytalangan payt yana bir marta o'sha kurs lecheniyani oladi, yaxshi yuraveradi. Agar ki o'sha gemoroyda keltirib chiqaradigan sabablarini mana boshida aytib o'tgan o'sha ich qotishi, ich ketishi, achchiq, sho'r, spirtnoy mahsulotlarni iste'mol qilish o'sha bemor o'sha tartibga rioya qilsa, demak bu kasallik qaytalanmaydi-da. Bezovta qilmaydi. Agar endi bo'ladi, hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Qanaydir endi vaziyat bo'lib qolganda bo'lsa, demak biz tavsiya qilamizki, o'sha bir kurs lecheniyani o'tsin. Bir kurs lecheniyani olgandan keyin bemorda o'sha holati yana yaxshilanib, yana davom etib ketaveradi.